Assalomu alaykum. Bu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Hurmatli yurtboshim, mana bugun 11 noyabr 2025-yil. 14 sentyabr 2025-yil sizning qabulingizga kelgandim. Va o'sha kundan beri hali ham o'z muammolarim bilan sizni qabulingizga yana takrordan kelib, yana qabulxonangizni oldida o'tiribman. Sizni administratsiyangizni eshigini tagiga borganimda meni necha martalab do'q-po'pisalar qilib, u yerdan quvib solganlarini bilib qo'yishingizni istardim. Hattoki o'zlari avtobusda olib kelib, qabulxonalarga tashlab ketishdi. Mana shu yerda sening muammoing yechiladi. Bu yerga qaytib borma deb. Men haqiqatni izlab yuribman. Men sizdan yordam so'rab keldim. Menga o'xshagan qanchadan qancha fuqarolar bor, adashgan. Haqiqatni izlagan, yordam so'ragan fuqarolar bor. O'z qo'lingizni cho'zib shularga yordam berishingizni so'radim. Va men sizni qabulingizga yana takror kelaman. Toki meni qabul qilmaguningizgacha.